narsani qanday bo'lishi, u qanaqa muxtaligiga bog'liqda. Siz mana 3 yoshli odatiy ota-ona, bizning ota-onamiz boladan nima kutadi? Kutuvga qarabda endi misol uchun siz kutganingiz agar shu bog'chaga quvnab borib kelsa bo'ldi, o'ynasa bo'ldi, raqs tushib bundoq chiroyli menga gullar yasa bersa bo'ldi, shunaqa bo'ladi bola endi. Yo'q, bu o'qish kerak. Mana qo'shnim bolasi o'qiyapti-ku desangiz, kutuvingiz katta bo'lsa, keyin o'shanga yarasha qo'shimcha instrumentlar qidiriladi. Qani, qayerda nima bor? Va talab paydo bo'ldimi? Taklif paydo bo'ladi. Ya'ni izdательствоlar kitob chiqarishni boshlaydi. Nashriyotlar 3 yoshli bolaga kitob o'qitish uchun harflar bilan, o'yinlar bilan ko'rsatuvlar chiqadi, YouTube'da videolar chiqishni boshlaydi. Chunki talab paydo bo'ldi. Ya'ni birinchi talab bo'lish kerak. Mana bitta yaxshi yorqin misol, yildan yilga O'zbekistonda IELTS olish yosharib boryapti. Yildan yilga 9lar ham, 8lar ham, 7lar hammasi yosharib boryapti. Nimaga? Ota-onalar kutishni boshlayapti. Bizda mana bir nechta ota-ona, 10 ga yaqin ota-ona 8-sinf bolasiga sani IELTS'ing yo'q deyapti. Sen narsani olmading deyapti. Chunki sinfdosh olgan, bizda oldida. Lekin vaholanki menda universitetga kirayotganda ham ota-onam so'ramagan bu narsani. Sizdan ham so'ramagan katta ehtimol bilan. Ya'ni bizning davrimizda bu nimani IELTS litseyda birinchi kursda o'qiyotganimizda, ya'ni bu hozirgi 10-sinfda, yo'q, topshirma hali bor yana 2 yil deb. Ha, vaqtli. Pul IELTS borligi universitetni bitirib bo'lganman. Nimaga hozir 8-sinf ota-onalar mana yosharyapti. Ingliz tilini 8-sinfda, ingliz tilida 7 degani bu o'zbek tilida bilishing kerak deyapti. Nimaga? Chunki sinfdoshida bor. Ota-onani kutuvi oshyapti bolasiga nisbatan. Chunki u boshqa bolalar, u tengi bolalar shu ishni qila olayotganini ko'ryapti. Ertaga kimdir farzandi 5 yoshda o'qishni boshlasa, 3 yoshda o'qishni boshlasa, misol uchun 7 yoshda 3 ta tilda gaplashsa, misol uchun 10 yoshda birinchi kitobini yozsa, 12 yoshda misol uchun birinchi $1000 ishlab topsa, ota-onaning kutuvi bolasiga nisbatan o'zgaradi. Kutuviga nisbatan u sharoit berishni xohlaydi, talab paydo bo'ladi, keyin bozorda o'z-o'zidan taklif paydo bo'ladi. O'quv markazlari ochiladi, nashriyotlar kitob chiqarishni boshlaydi. Koreyada, Xitoyda, Yaponiyada ta'limda konkurensiya juda yomon, juda ya'ni kuchli. Ya'ni ish topishingiz qiyin, uylanishingiz qiyin, uy olishingiz qiyin, yaxshi misol uchun maqtanan ish topish qiyin, universitetga kirish qiyin. Ta'lim hamma pul tikadi ta'limga-da. Ya'ni bola deylik bizga o'xshab katta bo'lsa, O'zbekistondagi bemalol mayli yarim kompyuterxonada, mayli IELTS bir 10-15 yoshda boshlab, matematikani 1 yil qolganda universitetga egallik qilsa, xor bo'ladi u yerda. Meritokratiya kuchli ekanda. Meritokratiya kuchli, xor bo'ladi. Ya'ni uysiz qoladi, uylana olmaydi, hech kim qizini bermaydi, kasbsiz qoladi, ishga kira olmaydi. Yaqinda men ko'rib qoldim, sizlarga ham linkini tashlab qo'yaman. Koreyada, shu Janubiy Koreyada, Koreya, Yaponiya, Xitoy iqtisod bir-biriga yaqin, madaniyati ham yaqin. Koreyada, Janubiy Koreyada tozalovchilikka vakansiya ochilgan. Bu bo'sh deymiz biz. Tozalovchilikka vakansiya ochilgan, 63 ta applikant topshirgan. 60 tasi oliy ma'lumotli bo'lgan. Va 4 ta Master's degree Business Administration, MBA. O'zi katta krizis Koreyada ketyapti, ya'ni 100 ta odamga 80 ta ish ekan. To есть ish kuchi ko'p. MBA topshirgan 4 ta. Ya'ni tozalab yuradi. Unga nima bilim kerak misol uchun-da, misol. Non yopish emas, mexaniklik emas, bu qorovullik ham emas. Bu tendensiya bor. Bizda ham shunaqa pozitsiyalar bor. Maktab bitirib ishlasangiz bo'ladi, lekin magistr bolalar ishlashadi. Magistr qizlar ishlashadi, bachelor ishlaydi. Bizda O'zbekistonda ham paydo bo'lyapti bu narsa. Ya'ni overeducated. Bu tabiiyki o'z-o'zidan raqobat yoshartiradi. Bola 3 yoshda o'qishga majbur, o'shaning uchun o'qiydi. Ya'ni qisqa javob shu. Chet elda shunaqa. Ya'ni chet elda hammasida emas. Ya'ni aynan. Hozir aytib o'tilgan joylar, Yaponiya, Koreya. Xulosa Osiyo yo'lbarslarida. Ya'ni siz aytyapsiz, hozir bu o'sha 10-15 yoshda IELTS'ni boshlab, kompyuterxonada yarim kunni o'tkazib, hammaga erishish mumkinki, yomon emas, yomon yashamayapti-da. Yomon emas. Agar bunaqa tarzda yashab ishlasa, erisha olmasa, demak, odamlar voqliroq kitob o'qishga boshlaydi, astarga. Albatta. Agar ilm bo'lsa, shuni javobi ko'pligini hisob. Raqobat, Raqobat ko'pligini hisob. Qanaqa qilib biz raqobatni kuchaytirishimiz mumkin? Tabiiy, o'z kapitalizm raqobatni rivojlantirib qo'yadi. Ya'ni kapitalizm bizga o'z-o'zidan. 2016da o'tirdik-da kapitalizm reysliga. 2016-2017. Biz bozor qara. 1 yildan o'tib ketdi. Вообще tiqilib ketdi, ammo odamlar tiqilib ketdi. Hozir уже marjinalniz ilgarigidan 2 barobar kam, lekin o'sha marjinalniz uchun ham minimum 4 barobar ko'p mehnat qilishga majbur bo'ladi. Ko'pchilik chiqib ham ketyapti, ko'tara olmasdan.